Bu videoda men yonib ketgan uyga boraman. U uy yonib ketgandan keyin egalari u yonni tashlab ketgan. Xo'sh, nimaga uni ta'mirlashmayapti va u nega yonib ketgan? Mana shu videoda hammasiga javob olasizlar. Hammaga salom. Bu videoda mana biz yana shunaqa tashlandiq qorong'i joylarga keldik. Endi bu safar bu yongan joy bo'ldi. O'tgan safar men qo'rqinchli maktabga kechqurun bordim videosida 500 ta like so'ragandim, lekin sizlar uni 500 ta emas 700 ta qilib qo'yibsizlar. Hammaga rahmat. Endi bu videoda ham undan ham ancha qo'rqinchliroq bo'lsa kerak, chunki yonib ketgan, ham egalari tashlab ketgan. Mana shunaqa joyga keldik. Unda ketdi ko'rib chiqamiz bu yerda nimalar borligini. Xullas mana bu yoqqa to'xtaganim sababi bu yoqda uje yonib ketgan joy boshlangan ekan. Meni mana shu yerdan yong'in chiqqan ekan. Bu yerdan qiziqayotganim hozir mana shu yerdan yong'in chiqqan bo'lsa, bu yerda hech qanaqa gaz yoki mashinga o'xshash yonadigan narsa yo'q-da, lekin mana shu yerdan imini yong'in chiqqan deyshadi. Shunga qiziqyapman. Hozir bitta kirib ko'ramiz. O'sha nimaga yonganini, o'shanaqalarni qidirib ko'ramiz. Endi men ham aniqini bilmayman-ku, lekin mana shu yoqdan bo'lgan deyshadi endi, lekin uncha o'xshamayapti. Mayli, lekin kirib ko'ramiz. Uni boshladik. Yur. Bu menimcha oshxona bo'lganmi, ma'millarni qabri? Bo'lishi mumkin. Bu mana tepadagi taxtani qara, tushirib yotgandi. Boshimizga ham tushib ketishi mumkin. Ehtiyot bo'lamiz, sekin chiqaramiz. Sekin sirpanamiz. Yoningga ketamiz. Mana shunaqa bayli joylarni ana aytishardi-yu, ana kinolarda mana shunaqa bayli joylarda ruhlar mana shunaqa qilib o'tiradi, bosmaydi deyishardi. Biz katta qolamiz uyda yuramiz. Mana qarama, mana oyog'iga o'xshaydi. Voh. Tosh ekan lekin. Tushib ketishi mumkin, tezroq chiqaylik. Fanarda. Mana tosh ekan. Eng zo'r bitidoni ilib turibdi-da, agar kimdir boshiga tushsa o'sha zahoti o'ldi degani. Ja, o'lmasa kerak, lekin baynsalik bo'ladi-da. Baynsalik bo'ladi lekin rostdan. Mana Mametlarni qara, Mametlar xuddi anaqadek turibdi. Chonsam qo'lda ko'chirilgan. Lekin bu yoq yonib ketgan deyshadi, lekin hech ham yongan o'xshamaydi. Kuygan joyi yo'q bo'libdi. Lekin anaqa qilgan, mana shu yerda yongan deyshapti. Bu nimadan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Keyingi xonaga o'tamiz. Bu xonasi yurishga vaqti noqulay ekan. Xullas Mamet tegiga loy yotibdi, bosib ketyapman. Men bunga turasam bo'larkan. Mana yongantisi bo'ladi, hamma joy kuy yotibdi. Undan tashqari Mametlarda loy tega g'alati. Keyin mana bu tok, mana shu yerdan chirsillab chiqqan bo'lishi mumkin. Mana tok otilganda, xullas bu yoqqa chiqqan. Mana shu joylarini endi ko'rsatsa, menimcha yongantisi bo'ladi. Keyin mana bu joylari ham kuy yotibdi. Undan tashqari orqadagi ham kuyayotgan joylari bor. Mana shu tig'irt yonganga o'xshaydi, yonib ketgan bo'lishi mumkin, lekin aniq xonasi vash o'xshamaydi. Xullas biz uyga boshqa tarafiga o'tdik. Bu tarafi mana kattaroq ekan, bu narigilariga nisbatan. Mana bu yerda haqiqiy yongantisi bo'ladi. Mana bu yerda hamma yog'i kuy yotibdi, keyin chirib yotibdi, qoraygan, kuygan joylar bor. Ham bu xonalar ancha kattaroq ekan. Tepalari ham mana yongan joylarni ko'rsat, mana qorayib yotgan, kuygan, chiriganlarni. Keyin Mametga ismini yozib ketishdi, Abbos deb yozishdi, Omina deb yozishdi. Ruh bor joyiga ismini yozib ketishdi. Qanday logically ketdi narigilariga. Mana bu yoq shuncha yonib ketgan bo'lsa-da, lekin nimaga bitta ham odam o'lmagan, misol uchun. Qochib keta olmay qolishi ham mumkin-ku, yonib hamma yog'i chirib ketgan. Adashmasam narsalarda yetishligi bo'yicha ko'chada odamlar kechqurun yongan deyishyapti. Ha. Uxlab yotishgan bo'lgan. Men bu yerda oynadan yugurib chiqib ketishgan deb aytishyapti endi. Ya uydirma bo'lishi ham mumkin.
Bu uyi tuzilishi vashsha g'alati ekanda. Qaraganda ayoqda kichkina qanaqadir xonalarda, oshxona shunaqalarga o'xshashdi. Mana bu yoqda biz katta. Bilayotgan bo'lsang ham bu ham kuyib yotibdi-da, hamma joyi. Bu yoq taraf kuyib yotibdi. Lekin olov chiqqan taraf u yoq deyishyapti, lekin u yoq qaytangi bu yoqdan nisbatan yaxshiroq-da endi. Hamma bu yerda qanaqadir odam cho'chiyapti kattaligigami. G'alatiroq kuyalar, g'alatiroq bir shaklga kelib qolgan. Bo'ldi qol, chiqaylik bu yerdan. Yur. Bo'ldi, yuring. Xullas, mana shu yerda ham kichkinagina xonachasi bor ekan. Mana shu yerga ham sal kirishga cho'chiyapman. Bu yerda kichkinaroq bo'lganigami? O'shanga san birinchi kira qolgan. Bo'l, yur. San birinchi kir, men keyin ortingdan kiraman. Kichkina xonadan qo'rqishimiz ana. Ikkilovimizda ham. Bo'l, san birinchi kirgin-da. Ye? Jijito ne ajdilni xona ekan-a? Ha, mayli. Ma bu yoqni bo'lmadi. Endi bu yoqqa o'tamiz. Mayli, bu yoqni juda kichkina ekan. Ayollarning nisbatan. Mana buni qara, mana bu yerga narvon qo'yib ketishgan ekan yoki o'zi turgan bo'lganmi? Mana shu yerda mana bu xona nima xona bo'lganini bilmadim, o'xshamayapti ham. Nima bu xonada narvon qo'yib qochib ketishganmi narvondan tepadan? Asal g'alatiroqmi bu yoqqa qo'yishgani ham? Bilmaydi. Bermaymi bu narvon? Qanaqadir xususiyati bo'lsa kerak-da. Qara shuncha joy yonibdi, lekin imini mana shu narvon yonmabdi. Tepalagacha yonib ketganda, tepalarni olgan. Balki keyinroq qo'yishgan bo'lishi mumkin. Mabda stadion bor-ku. Stadionga qarash uchun yosh bolalar qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Videoni eng qiziq joyi keldi, ya'ni mana shu xonani iminda tegida podvol bor. Mana shu podvolga hozir tushib ko'ramiz. Faqat shuncha harakat uchun qo'rqayotgan bo'lsam ham masjidga tushmoqchiman. Shuning uchun like bosib qo'yinglar. Mana shu videoda 500 ta like bo'lishini xohlayman. O'shandan keyin mana shu qo'rqinchli joyga borishni keyingi qismini olamiz, ya'ni boshqa joyga boramiz. Bundan boshqa. Borman. Chunki kirgim kelmayapti. Bilmadim, mana bu yerda xona bo'lib keyin buzib tashalganmi devori. Mayli bizni podvolga kiraylik. Podvol kichkina ekan-ku, jintoy podvol ekan. Mana qarab, bu yoqroq kelganda baribir mana shu kichkina bo'lsa ham cho'chityapti. Xullas, mana bu kichkinagina podvolchasi ekan. Xullas, mana videoni oxirigacha ko'rdinglar. Biz hamma joyga tushib ko'rdik. Lekin bu yoq juda ham qo'rqinchli emas. Men asosan podvoldan qo'rqyaptim. U ham kichkina ekan. Mana bu yerda endi bir ikkita yongan joylari bor. Agar sizlar mana shunaqa yana videoni ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana shu videoga 500 ta like yig'ib beringlar. Men yana boshqa joy topib o'sha yerga boraman.